Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Tezmizda charchaganimizlar. Bu videomiz YouTube'ga yangi ochganimiz uchun birinchi videomiz bo'lyapti, lekin shunga qaramagan holda sizlarga bitta kattagina shinam bo'lgan klassika zalimizni ko'rsataman. Hozir biz mana shu ramkaga obrazez qilganmiz. Xudo xolasa mana shu etapda qanaqa bo'lishini sizlarga qisqa lo'nda qilib tushuntirib o'tib ketaman. Yaqindan kelib ko'rsatgan operator. Xudo xolasa buning ichiga qumlati centalar qilganmiz, turlovlar bo'lgan. Hamda shampanskiy tillalar berilgan. Rangi shampanskiy o'zi patal tilla, yopishtirganda qorayib qolmaydi, juda ham zo'r. Yaxshi chiqadi. Turlovlarni ham qilib, juda ham chiroyli qilib, lepkalarni ham qilib, malyakalarni qilib berilgan xizmatlari bor bizda. Zalimizni bitta umumiy ko'rsatib o'taylik, zalimizni umumiy ko'ringlar. Zalimizda umumiy devorlari, hamma joyi atachenta bo'lyapti va turlov ishlari, tilla ishlari bo'lyapti. Xudo xolasa bu zalimiz 14 ga 7 metrli zalimiz bo'ladi. Juda ham katta, hashamatli. Bu joyda qisqa to'y, o'zingiz uchun banket o'qitsangiz bo'ladi. Uy egalaridan oilada o'zlarida ko'p bo'lgani uchun shunaqa katta zal qilibdi. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu bitgan holati mana ramkamiz. Bu bitmagan holatlari. Naryoqda ham bitmagan holatlari va hozirlarga qumlilarni urib ko'rsataman. Turli ish qilib olamiz. Uy egalariga ko'rsatish uchun mana shunaqa qilib kerak joyga tilla bu narsa beriladi. Yulduzorlari yaxshi ko'rinib, bort ko'rinishi uchun shunaqangi qilib ishlash kerak. Hali buni ishlari bor, sekin-asta buni ham ishlab boramiz. Mana shu rangdan mana bu yoqlarga ham o'tilgan. Ramkalarimiz ichida qumlati chenti bo'lgan. Bular moyishi, havo o'tkazuvchan, ham aboydan juda ham yaxshi, emotsiyadan juda ham yaxshi narsa bo'ladi. Mana bu yoq qismimizda ham turlab sekin qilinyapti. Tepa qismlari bor. Turlovda mana kursiylar bo'ladi. Zaynab ukamiz olib boryapti. Uka charchamayapsizmi? Mana turlovda asosan eng qo'lda ishlaydigan ishlar mana shu ish bo'ladi. Buni birinchi etapda ranglarini o'z o'rniga chiroyli qilib berib olish kerak. Undan keyin hozir ustini bitta gubka bilan artib olinadi. Ko'pchilik oq emotsiya urib qo'yapti. Buni ustidan unaqani tavsiya bermayman. Aslida shu gubka bilan artib olsanglar, yedirilib chiroyli chiqadi. Mana hozir uni ham ko'rasizlar. Ko'rsatib o'tadi. Yedirilishlarga baho berasizlar, qarasizlar. Kerakli joyiga ko'proq artiladi, ba'zi bir joyiga kamroq artib yedirib olinadi. Ustiga atachenta surgandan keyin yana ham boshqacha bo'lib turadi, juda ham chiroyli bo'ladi. Sizlarga hozir qumli atachentaning surilishini qisqacha tushuntirib o'taman. Bizga nima kerakligini hozir sizlarga hammasini aytib o'taman. Bizga albatta mana kursiylar bo'ladi. 4 ta cho'tka olganman. 4 ta umumiy, bittasi katta maklavitsa, bittasi o'zimizning обычный cho'tkalar, bittasi anaqangi momiqqina yumshog'ini cho'tka bo'ladi. O'sha ko'rgan fakturalarni qumlat chentadan chiqarish uchun. Biz atachentadan foydalanamiz. Mana Safari, Lusso degan firmani Safari degan bazasi bor, qumli. Bu qumsiz bazasi, bu ham shu kichkinaroq versiyada chiqqan, kamroq xohlovchilar uchun bu bunaqa versiyasi ham bor. Atachentamizni yaroqlik muddati hali bor, juda ham zo'r sifati. Yaltirashlari gap yo'q. Ko'rsanglar bo'ladi, mana quyuqliklarini ko'rsanglar bo'ladi. Hozir buni sizlarga surib ko'rsataman. Bizga albatta oxirgi ishlarda kerak bo'lgan pardozchilik kerak bo'ladi. Hozir mana bu ikkita cho'tka bilan shuni amalda ko'rsatamiz. Xo'p, o'rtoqlar mana ko'rsanglar bo'ladi. Sekin asta joylarga berkitib kirgizib chiqamiz. Bu o'zini bazaviy rangi. Sizlar savol tug'ilishi mumkin, nimaga bu yerga skotch yopishtirib olmagansiz, gullarga tegib ketsa yaxshi chiqmasligi mumkin, bo'rtib qolishi mumkin deysiz mumkin. Bu unaqa emas. Xudo xolasa buni ustida artib olsa ketadi. Ustidan ranglari bor. Hozir shu uchun qo'rqmasdan birinchi ishlarni ishlab olinyapti. Ko'rishni kuzatib davom etib tursanglar, xudo xolasa mana shunaqa qiziq ishlarni sizlarga ko'rsatib ulashib boramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, 12 ta viloyatga bizda xizmatimiz bor. O'zimiz vodiydamiz, vodiylik bolalar hammasi kelib ishlashadi. Bizda hamma xizmatlarimiz bor. Ko'rishingiz mumkin. Gullarni bir xil qilib oldiniga berib chiqamiz. Bu ishlash uchun juda ham qulay, sekin quriydi. Bemalol 5-6 kvadratli joyda qilib, ustidan shoshmasdan fakturalarni berib qilsanglar bo'ladi. Bitgan joyini ham bitta ko'rsatib o'ting. Bu yerda bitgan joyimiz bor, u quradi. Xuddi shunaqangi gul chiqadi. Gullari juda ham chiroyli. Oq atachenta tanlaganim sababiki ko'proq muddat xizmat qilib beradi va ko'proq yillar mobaynida modadan qolmaydi. Rangli qilsak ham bo'ladi, lekin ranglardan ko'ra oq ko'proqligi o'zini hashamatli dizaynni yo'qotmasdan xizmat qilib keladi. Ko'p joylarda ko'rsanglar, misol patoglarda ham, xonalarni ham ko'p joyda oq qiladi. Oqqa tilla qilingan zdaniyalar ham bor. Oq qilingan tilla zdaniyalar ko'rsanglar, mana yillar davomida haligacha misol modadan urfdan qolmasdan kelyapti.
sekin-asta shunaqa qilib berib boramiz. Xo'p, mana berib oldik. Ozgina sergishni boshlayapti. Hali sergi bo'lgani yo'q. O'zini ma'lum vaqt 4 minutcha kutasizlar sergishni. Endi bunaqa kichkina joyda xona harorati har xil o'zi. Boshqa joyda 2-3 minutgacha kutib turib, orqasidan boshlashinglar bo'ladi. Yana ozgina tarafga qarab sekin-sekin qilsanglar bo'ladi. Cho'tkamizni mana bosmasdan qilinadi. Bu atachentam shunaqangi, bunaqangi kuch talab qilmaydi mana. Tepaga pastga qilib gullarni beraverasiz. Uji hozir qurib, mana shu joy ochilib chiroyli bo'lib qoladi. Bu yoq tayyor. Mana qismlarni ham xuddi shu tarzda berib gullarni ochaveramiz. Tepaga pastga qaysi tomonda kamroq bo'lsa, o'sha tomonga qaratib turib ozgina berib olsa, ham chiroyli chiqadi. Uji hozir bu holat bitdi. Ozgina oqarib turgan joylari hozir qurib, o'ziga shamib, ranglar tana bo'lib, yaltirashlar yana kuchli bo'lib ko'rinish boshlaydi. Ikkinchi ramkamizni ham xuddi shu tarzda gullarni pardoz ishi deyiladi. Endi bu oxirgi pardoz ishi ko'pchilik internetdan ko'rib oson ish, buni hamma qila oladi deb aytib yotibdi, lekin uni instruksiyasi bo'yicha, o'zining shu qonun qoidasi bo'yicha qilinmasa, hammasi befoyda. U internetda ko'rsatib turganlar o'zicha live hacklar, like ishlash uchun, podpischiklar ko'paytirish uchun qilinib turgan gaplar, aytib turgan ishlardan bo'lasiz ular. Mana shu hozir qurib, chiroyli ajratib ko'rinadi.